Assalomu alaykum. Bugun xotira haqida sizlar bilan gaplashamiz. Xotira pasayishida insonlar yo'l qo'yadigan asosiy xatoliklar qayerda? Eng asosiy xato shundaki, buni xotira pasayishini yosh o'tganligi bilan bog'lash. Ya'ni mening yoshim 40 dan, 45 dan yoki 50 dan oshdi va menda xotira pasayishi tabiiy holat deb hisoblash. Lekin vaholanki Jahon o'sha sog'liqni saqlash tashkiloti beradigan ma'lumotlarga ko'ra, bu yoshning katta bo'lishi bevosita xotirani pasayishiga sabab bo'lmas ekan. Demak, qayerda biz xatolarga yo'l qo'yamiz? Birinchi xatomiz bu uyquni noto'g'ri tashkillashtirish deb ataymiz. Agar inson o'z vaqtida uxlab, o'z vaqtida uyg'onadigan bo'lsa, u holatda insonda xotira yaxshilanishi isbotlab berilgan. Ikkinchi xatomiz bu kam jismoniy harakat. Ayrim insonlar yosh ulg'aygan sari bo'ldi, endi ko'p harakat qilishim kerak emas deb bir joyda mixlanib olib o'tirishadi. Va bu holat ham ularda xotiraning pasayishiga olib kelar ekan. Keyingi xatomiz bu qon bosimini nazorat qilmaslik, qondagi xolesterin miqdorini hamda qondagi qand miqdorini nazorat qilmaslik. Bizda shu narsa ma'lumki, tomirlardagi bo'ladigan turli xildagi patologiyalar ham insondagi xotira pasayishlariga bevosita sababchi bo'ladi. Shu sababli ham siz qon bosimingizni nazorat qilmasdan yoki qon tarkibidagi xolesterinni yoki qand miqdorini nazorat qilmasdan turib, shunchaki xotirani yaxshilovchi preparatlar ichishingizdan hech qanday naf yo'q deb aytib o'tamiz. Keyingi sababimiz bu stress va xavotir darajasini nazorat qilmaslik. Insonda qanchalik stress darajasi kuchli bo'ladigan bo'lsa yoki depressiya qanchalik faol bo'ladigan bo'lsa, qon tarkibidagi serotonin miqdori kamayadi. Biz bilamizki, serotonindan melatonin sintezlanadi va bu melatonin uyqu gormoni deb bizda ataladi. Qanchalik stress ko'payadigan bo'lsa, uyqu buziladi va uyqu buzilishi oqibatida insonda xotira buzilishlariga ham sabab bo'lar ekan. Shuning uchun sizda yashirin yotadigan stress yoki depressiya holatlari bo'lsa, albatta davolanishingizni tavsiya qilamiz. Keyingi holatimiz bu yangiliklarni o'rganishdan qochish. Shifokorlar shuni tavsiya qiladiki, siz xotirangizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, hayotingizga nimadir yangilikni kiritishingiz shart va zarur. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu yangi yo'llardan yurish, yangi joylarga borish, hayotingiz davomida umuman ko'rmagan joylarga tashrif buyurish yoki yangi til o'rganishni biz tavsiya etamiz. Keyingi eng katta xatolardan biri bu miyani doimiy trenajyor deb baholash. Ya'ni soatlab internetda yoki gadjetlarda o'tirib olib, TikTokni yoki har xildagi demak YouTube'larni tomosha qilish ham miyani charchab qolishiga olib keladi va o'z navbatda xotira pasayishlariga olib keladi. Keyingi xatomiz bu diqqat pasayishini e'tiborsiz qoldirish. Ya'ni kim bizda shunaqangi tashxis borki, disserkulyar ensefalopatiya deydi. Bu bosh miyada qon aylanishining buzilishi. Qon aylanish buzilishining ilk belgisi bu diqqatning pasayishi deb baholanadi. Qachonki sizda shu diqqat buzilishlari kuzatilyaptimi? Masalan, o'chigimni o'chirdimmi, o'chirmadimmi yoki uyni qulfladimmi, qulflamadimmi degan shikoyatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokor nazoratdan o'tishingiz zarur deb ataymiz. Va eng asosiy xatolik yuqoridagi barcha belgilar kuzatilib turgan holatda ham shifokorga murojaat etmaslik va o'z boshimchalik bilan turli miya faoliyatini yaxshilovchi dori vositalarini qabul qilish. Masalan, ginkgo biloba, piracetam, tiacetam yoki har xildagi dori vositalarini, omega 3larni, B12 gruppa vitaminlarini, vitamin D larni ko'r-ko'rona qabul qilish. Masalan, qo'shnisidan eshityapti, u aytyapti, "Men ana bu dorini ichib ko'rdim va xotiram yaxshilandi." Nima qilyapti? Bu ham olib ichib ko'ryapti. Vaholanki bu preparatlarni tavsiya qilish bemorning qon tahlillariga asoslanishi shart va zarur. Xalqda bir naql bor, asalning ham ozi yaxshi deydi. Demakki, asalni miqdori oshib ketsa ham tana uchun zahar hisoblanar ekan. Bu o'rinda dori vositasi palaparch ichiladigan bo'lsa, qanday qilib u dorivor xususiyatini namoyon qilishi mumkin? Balki u siz uchun zararga ishlayotgandir. Buni nazarda tutish kerak. Shuning uchun ham
Har qanaqa xotira susayishlarida albatta shifokor nevrolog nazoratida bo'lishingizni tavsiya etamiz. Unutmang, sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda va sog'liq insonga faqat bir marta beriladi. Salomat bo'ling.